Barchaga salom do'stlar. Ko'pchilik content makerlar videolari uchun g'oyalarni Instagramdan, TikTokdan yoki YouTubedan ko'rib ijod qilishadi. Xuddi shuningdek, sizlarga Pinterest saytini ham tavsiya etaman. Pinterest ilovasi ham mavjud va bu yerdan kirib o'zingizlar xohlagan o'sha rasmlar, videolar bo'yicha ideyalar olishlaringiz mumkin. Va Pinterest saytida yuklab olish tugmachasi yo'q. Bizga eng kerakligi bepul va sifatli videolar. Bepul va sifatli videolar yuklab olish uchun ko'plab saytlar mavjud va o'zim ko'p foydalanadiganim bu pexels.com sayti va Android telefonim uchun ilovasi ham mavjud. Hozir shu ilovadan foydalanib biror bir video yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Ilovaga kiramiz. Xo'p, ilovaga kirganda profil yaratishni so'ramaydi. Masalan, menda hozir profil yo'q, lekin bemalol ilovadan foydalanib o'sha videolar, rasmlar yuklab olishim mumkin. Kelinglar birorta video izlab ko'ramiz. Masalan, mana shu mavzuda rasmlar va videolarni izlab ko'ramiz. Bu yerda 492 mingta rasmlar mavjud. Bemalol tanlab olib, yuklab olib ishlatishimiz mumkin. Shunchaki download tugmasini bosamiz va original sezda yuklab olamiz. Rasmni yuklab olish bepul, foydalanish ham bepul. Agar bu rasm yoki videolardan foydalanib YouTube ga yoki boshqa tarmoqlarga kontent qiladigan bo'lsangiz, litsenziya so'ramaydi sizdan. Ya'ni bu rasmlar foydalanish uchun mutlaqo bepul. Va o'sha to'g'rilik jihatidan, ya'ni o'zgalar mehnatini qadrlash jihatidan qaraydigan bo'lsak ham, bu videolardan xotirjam foydalanishimiz mumkin. Kelinglar videos bo'limiga o'tamiz va bu yerda 120.800 ta mana shu mavzuda videolar mavjud. Bu yerda ketma-ket portretni, albomni videolar bor. Siz ko'rib, o'zingizga ma'qulini, o'sha ideyangizga mosini tanlab bemalol yuklab olishingiz mumkin. Masalan, mana buni hozir yuklab olamiz. Demak, bu yerda video o'zi avtomatik ijro etilib boshlaydi. Siz uni ko'rib, keyin yuklab olishingiz ham mumkin. Birdaniga, demak, yuklab olish tugmasini bosamiz. Download videoni bosamiz va har doim imkon qadar original saizda yuklab olishimiz kerak. Demak, video o'zi yuklab olishni boshladi. Siz bu videoni galereyangizdan topib, bemalol o'sha montaj jarayoningizda foydalanishingiz mumkin. Bu yerga demak o'zingizga kerakli mavzuda kalit so'zlarni, keywordslarni kiritasiz va sayt sizga videolarni tavsiya etadi. Siz bu videolarga bemalol yozuv yozib yoki musiqa qo'yib, ketma-ketlikda ulab, montaj qilib videolar tayyorlashingiz mumkin. Biza demak CapCut darslarimizda ko'radigan videolarimiz hammasi Pexels saytidan yuklab olingan. Darslarni kuzatishda davom etinglar, kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar.